derdimiz, fida olsun cenimiz. Ant için hem can verip, ahır bulduk azattık. Kalbimizde var bulgaçka, itikat imanımız. Akılların canları, rüşvet o tarih bitirir. Nesli kaldı kendi var, biz onun evladı biz. Çıktı can hem aktı kan, oldu yağdın el aman. Yaşasın, yaşasın, güzel istikbalimiz. Assalamu alaykum hörmətli huzur koyucular, yaxşımısınızlar? Bu yıl 11. ayının 13. günüdən 14. günügacha Çexiyanın paytaxtı Pragada ötküzülüdigan 7. növətlik Dunya ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىغا بېغىشلانغان məxsus proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayət Musacan. Həmminglarning mush vaqtda xeyirlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, 7. növətlik Dunya ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ vəkillik saylimi 22 avgust yakshanba kuni muvaffaqiyatli holda oxirlashgan edi. Tövəndə hər qaysı əllərdə demokratik usulda saylab çıxılğan və 7. növətlik Dunya ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى saylam komiteti tərəfindən bugün axırғы qitim muqimlashtirilib e'lon qilingan rasmiy vəkillərinin və kandidat vəkillərinin to'liq tizimlikini diqqətinizlərə təqdim qilmoqchimiz. Hər qaysı əllərdə demokratik usulda saylab çıxılğan və 7. növətlik Dunya ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى saylam komiteti tərəfindən bugün axırғы qitim muqimlashtirilib e'lon qilingan 30 dövlətdəki 205 nəfər rasmiy vəkillərinin tizimliki tövəndikicha. Germaniya, rasmiy vəkil 25 nəfər. Dolqun İsa, Abdujilil Ahmed, Turğuncan Alavudin, Farhat Muhammad, Mahira İsa, Suriya İlham, Akram Hazim, Zumratay Erkin, Ümit Tursun, Erkin Zunun, Halima Abdukarim, İlyar Sidiq, Habibullah Ahad, Nurahmat Tursun, Zinnuray Tursun, Ömer İmin, G'ayur Qurban, Gulnar Osman, Salahiddin Saydahmed, Anvar Ahmed, Akbar Qosim, Nurmamat Abdullah, Amangul Aziz, Abdushkur Tosh'og'li, Mirodil Mutallib. Turkiya, rasmiy vakil 25 nafar. Erkin Akram, Erkin Ahmed, Abdurashid Abdulhamid, Abdujilil Turan, Olimjon Inoyat, Abdulhamid Qaraxon, Abdullah Sobit o'g'li, Aziz Uyg'ur, Burxon Ulug'yo'l, Javlon Shirmamat, Dilshod Barishchi, Erkin Bardosh, Gulmira Bardosh, Hidayat Musajan, Mag'firat Amin, Mahmad Ali Hofiz, Muhiddin Jon Uyg'ur, Ne'mat Qashqarli, Tohir Musa, Abduqodir Abdulkarim, Abdul Ahad Turg'un, Xayrullah Apandi, Sardar Zag'o'g'li, Yunus Abduzohir Uyg'ur, Zikrullah Olim. Amerika, rasmiy vakil 15 nafar. Alfidor Iltabir, Ömer Qanat, Mustafa Aqsu, Zubayra Shamsiddin, Erkin Sidiq, Roshan Abbas, Ilshod Hasan, Quzzat Altay, Murat Ataman, Dilmurod Sulayman, Kamal Turk Yolqun, Rishad Abbas, Obliz Abduqodir, Abdul Hakim Idris, Mutallib Qurban. Kanada, rasmiy vakil 15 nafar. Mehmet To'xti, To'yg'un Abduvali, Turnisa Matsidiq, Bilal Malik, Shavkat Imom, G'ayrat Otush, Mukarram Qurban, Mamatjon Qurban, Ruqiya Turdush, Roziya Mahmud, Ubul Hasan, Bobur Ilchi, Kavsar Komil, Tahir Nuri, Mehmet Tursun Udun. Avstraliya, rasmiy vakil 17 nafar. Jurat Abdukarim, Baxtiyor Bo'ra, Polat Soyim, Dilzod Damyan, Gulmira Zunun, Subhi Bo'ra, Olim Osman, Mahmad Chalabchi, Sultan Hivulla, Shafqat Jurat, Tosh Yori, Abdujilil Muhammad, Odila Yor Muhammad, Arafat Qutlan, İlyar Shukur, İntizor Ilhom, Ramila Chanishev. Yaponiya, rasmiy vakil 5 nafar. Abdukarim Abdurahman, G'olib Mijit, İsmoil Ahmad,
Muxtar Abdurahman, Xolmat Ro'zaxun. Qozog'iston, rasmiy vakil 30 nafar. Qahramon G'ojamberdi, Ahmadu Erkin, Ayupo Sadriddin, Kasimova Dilnara, Batalov Polat, Amrayeva Güliston, Mansuru Rahimjon, Amrayeva Nailya, Islamova Zaynab, Sabiru Muhammad, Amutu Saydalim, Oto Baxtiyar, İbrahimu Husan, Yunusu Abduxilil, İmaru Abdukarim, Abdurimova Rabiyam, Mehmet Baqiyu Baxtishat, Sulaymanu Saynulla, Ahmadu Aziz, Nasiru Jamoliddin, Khalilu Alishir, Suyuzu Baxtiyar, Akbarova Gulmira, Tayyipova Rozagul, Qurbanov Abdurahim, Ömer Baqiyu Robert, Bakiva Gulbanım, Ömeru Abdulmalik, Saito Tursunjan, Vushuru Tahirjan. Qirg'iziston, rasmiy vakil 12 nafar. Asqarjon Qosimov, Ro'zi Muhammad Abdulbaqiyev, Zumrat Ro'ziyeva, Tursunay Qosimova, Dilmurod Akbarov, Mavlon O'shurov, Malika Abdulbaqiyeva, Abdurahim Hofiz, Madina Niyozova, Nargiz Bovdunova, Akbarjon Bovdunov, Feruza Matmusayeva. O'zbekiston, rasmiy vakil 6 nafar. Husan Hoji Iskandarov, Olimjon Zoitov, Gulbahor Qurbonova, Barayu Abduljon, Xavaydullayev Munojidin, Tairova Zaytunam. Belgiya, rasmiy vakil 5 nafar. Abdullam Imarov, Akbar Tursun, İbrahim İsmail, İftixor Abdurashid, Guljannat Toyir. Norvegiya, rasmiy vakil 11 nafar. Baxtiyor Ömer, Samat Abla, Rana Gul Tursun, Farhod Yaqub, Oygul Yusuf, Qadriya G'upur, Xaljam Mamatimin, Muattar Ilqut, Yashar Hamdulla, Muhammad Imin Mahmad, Abduvali Ayub. Gollandiya, rasmiy vakil 6 nafar. Zayniddin Tursun, Baxtiyor Nasir, Ömer Bakali, Qalbinur Sidiq, Odiljon Abdukarim, Abdurahim G'ani. Fransiya, rasmiy vakil 4 nafar. Akbar Yusufu, Gulbahor Jilolova, Gulbahor Xotivachi, Asal Hamroeva. Shveysariya, rasmiy vakil 4 nafar. Ondili Mehmet Karim, Karim Sharif, Rizvana Ilham, Habibullah Xoliq. Angliya, rasmiy vakil 4 nafar. Kerem Zohir, Mayra Aysoeva, Anvar To'xti, Rahima Mahmud. Shvetsiya, rasmiy vakil 5 nafar. Nijat Turg'un, Dilshod Rishid, Nabijon Ala, Baxtinisa Abdurayimov, Qaysar A. Uzxun. Pokiston, rasmiy vakil 1 nafar. Muhammad Umarxon. Afg'oniston, rasmiy vakil 1 nafar. Abdullah Amani. Avstriya, rasmiy vakil 1 nafar. Olim G'upurjon. Daniya, rasmiy vakil 1 nafar. Abduxilil Audun. Finlandiya, rasmiy vakil 2 nafar. Muhammad Abdullah Abdulhafiz, Obul Qosim Ahmad Said. Irlandiya, rasmiy vakil 1 nafar. Aziz Tali. Yangi Zelandiya, rasmiy vakil 1 nafar. Doniyor Doganov. Saudiya Arabiston, rasmiy vakil 1 nafar. Abdullah Olim Turkistoni. Hindiston, rasmiy vakil 1 nafar. Vasim Abdullah. Sierra Leone, rasmiy vakil 1 nafar. Irshad Aysa. Bulgariya, rasmiy vakil 1 nafar. Abdug'ani Sidiq. Misr, rasmiy vakil 1 nafar. Oysha To'xti. Rossiya, rasmiy vakil 2 nafar. Yasinjon Ro'ziyev, Alisher Niyozimov. Albaniya, rasmiy vakil 1 nafar. Aba Bakri. Dunya Uyghur Qurultiyining vekilligiga nomzod bo'lish shartlarini o'rinlab 7-ci növətlik Dunya Uyghur Qurultiyining kandidat vekillik salohiyatiga erishgan 87 nafar kandidat vekilining tizimliki tövəndikicha. Germaniya, kandidat vekillari 18 nafar. Rahila Osman, Toshmamad, Rahila Aziz, Osman Mehmet, Abdujilil Hoji, Abdusopur Abdug'upur, Shahida Ataullah, Nurgul Oblis, Asqar Jon, Nurgul Rozi, Nur Muhammad Tursun,
Zübeyde Hoşurmehmet, Yusuf Muhammed, Tursun Tılıvaldi, Turnisa Toxti, İsa Amin, Abdurrahim Aziz, Arman Ömer. Türkiye, kandidat vekilleri 18 nefer. Abduxabir Abbas, Abdurrahman Qurban, Abdullah Uyghur, Mehmet Toxta Atavulla, Azimet Muhammed Xan, Filiz Uyghur oğlu, Gül Kul, Hamid Qudrat, İlxan Turalli, İşparxan Uyghur, Qadir Xan, Mehmet Qashqarli, Rana Shahyar, Shamsiya Ali, Toshmehmet Yarmehmet, Talat Toshmehmet, Subihinur Ömerxan, Qurban To'qsu. Amerika, kandidat vekilleri 2 nefer. Muzaffer Dolan, Ali Sabit. Kanada, kandidat vekilleri 3 nefer. Kabir Qurban, Malik Tursun, Sarvinaz Nurli. Avustralya, kandidat vekilleri 6 nefer. Mehmet Obul, Zulfiye Hivilla, Halime Valyev, Reyhane Roza Hacı, Tursunay İlham, Gayret Yasin. Yaponiya, kandidat vekilleri 3 nefer. Gülistan Aziz, İlham Mahmud, Savud Mehmet. Qozog'iston kandidat vekilleri 9 nefer. Gaytu Hüsen, Sasiko Daniyar, Eminov İlşat, Ekberova Nigara, Halide Azimbekova, Zahidem Zulpakarova, Tayyipova Tursunay, Bashirov Ekberxan, Misanov Nazim. Qirg'iziston, kandidat vekilleri 5 nefer. Muzaffarxan Qurbanov, Rahimjon Hafizi, Kamiljon Niyazov, Sidiqjon Yusufxo'jayev, Farhod Ibragimov. O'zbekiston, kandidat vekilleri 4 nefer. Farhod Gafurov, Erkin Mahmudov, Tug'luq Baratov, Emirjon Qosimov. Gollandiya, kandidat vekilleri 4 nefer. Tursun Ahmet, Tursun Tayaji Shapar, Mamtimin Ömer, Mehriban Yasin. Belgiya, kandidat vekilleri 1 nefer. Nurahmet Turdiyev. Norvegiya, kandidat vekilleri 4 nefer. Ali Amut, Abdurashid Iloqut, Xalmurat Ali, Qurban Arif. Fransiya, kandidat vekilleri 1 nefer. Toshmehmet Nurmehmet. Shveysariya, kandidat vekilleri 1 nefer. Xoliq Abdurahman. Angliya, kandidat vekilleri 3 nefer. Nig'mat Vali, Aziz İsa, Shukrat İsabayev. Pakistan, kandidat vekilleri 2 nefer. Abdulaziz Nasiri, Muhammed Ekberxan. Afg'oniston, kandidat vekili 2 nefer. To'rajon Amani, Qamardin Abdurahman. Yangi Zelandiya, kandidat vekilleri 1 nefer. Baxtiyor Doganov. 7. növətlik qurultayının rəsmi vəkilləri millət vəkili yoki parlament əzası tüsünə ağan alaydı salayətki ega buludu və ular özləri turuşluq dövlətlərdə Dunya Uyğur qurultayıga toluq vəkillik qilish salayətiga ega buludu. Vəkillərinin alohidiliklariga qarab ular qurultay qaramağıdakı hər qaysı xizmət komitetlariga doimiy a'zoliqi taqsim qilinadi. 7. növətlik qurultayda vəkillərə məxsus alayda işləngan vəkillik kimligi tarqitib beriladi. Qurultay rəhbərləri qurultay vəkilləri ichidan saylab chiqiladi. Ondan başqa yana 7. növətlik Dunya Uyğur qurultiyining kandidat vəkilləri Dunya Uyğur qurultiyi icroiya komitetining kengaytirilgan yig'inlariga va qurultay tarafidan chaqiriladigan milliy kengash yig'inlariga bevosita qatnashish salohiyatiga ega bo'lib, qurultay vakillarining ichida vafot bo'lgan, iste'fo bergan yoki turli sabablar bilan vakilligi qoldirilganlarning o'rniga kandidat vakillar to'liqlab saylanadi. Dunya Uyğur qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi 7. növətlik Dunya Uyğur qurultiyining rasmiy vakillari bilan kandidat vakillarining tizimligining e'lon qilinganligi munosabati bilan bugun stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilib o'zining tabrikini izhor qildi. Salam aziz vatandaşlar. Salam Dunya Uyğur Qurultiyi 7. növətlik vekiller qurultiyiga vekil bo'lib saylangan aziz vekiller. Salam 7. növətlik qurultayının kandidat vekilleri. Salam bu vekillerni saylash uchun o'zining hür demokratik irodasini o'tirib qo'yib, sandiq beshik kelgan aziz vatandaşlar. 22 avgust günü Şərqi Türkistan diasporası üçün, Şərqi Türkistan milli azadlıq inqilabı üçün bir tarix yazılған gün. Biz bu 22. sıradaki 7. növətlik qurultayga vekil saylash saylımı arqılı dunyoga nurg'ulg'an mesajlarni bera oldik. Birinchidan, biz bu saylam arqılı
Şarkı Türkistan xalqining, jumladan Uyg'ur xalqining o'ziga bo'lgan ishonchini turg'izdik. Ya'ni demokratiyaning eng asosli prinsiplaridan bo'lgan saylanish huquqini xalqimiz yashadi. Ve bunundan gurur his qildi. İkincisi, dunyoga Uyg'ur xalqining bir demokratik tushunchaga ega bo'lgan bir xalq bo'lganligidan iborat bu mesajni beradi. Ya'ni Uyg'ur xalqi o'zining rahbarlarini, o'zining vekillerini demokratik alda saylab chiqa oladiganliklarini, o'zi dunyodagi ilg'or millatlarga o'xshash bir davlat boshqarish irodasiga, qobiliyatiga ega ekanligini dunyoga bildiradi. Üçüncüden, Xitoy Sharq Turkiston milliy harakatini jumladan Dunya UYG'ur qurultiyini yo'q qilish uchun dunyoda bir tarafdan o'zining diplomatik yo'llarini, iqtisodiy kuchini ishga solish orqali hujumlarni qilgan bo'lsa, yana bir tarafdan har xil usullar bilan Xitoyga aldangan, setilgan, o'zimizning ichidagi Xitoy g'olchilarining Dunya UYG'ur qurultiyiga bo'lgan hücumları ve dünya kurultiyini yok kılıştan ibaret bu suikastlarını biçit kıldık. Dördüncüden bu Şarkı Türkistan davasının cümleden Dünya UYG'ur qurultiyinin ma'lum grup, ma'lum insanların monopolluğu demez, bütün halkımızga uçuq darvasının keng bo'lganligini ve her qandaq vatanparvar bir insanlarımızın bu sepki qetilish orqali o'zining milliy davadagi rolini joriy qildira oladigan iborat bu şaraitni, bu mesajni dunyoga bergan bo'ldik. Shuningga bu 22-soatdagi saylamga qatnashgan ve o'zining haqiqiy vakillarini avatish orqali bu Sharq Turkiston davosiga ve dunyoda Sharq Turkiston davosining so'zchiligini ve temsilchiligini elib berayotgan Dunya UYG'ur qurultiyiga bo'lgan ishonchisini texmi oshirdik. Shuning bilan birga eng oxirida men yana bu yerda bütün xalqimizga rahmat etish bilan birga Dunya UYG'ur qurultiyining rahbarlariga alayda rahmat etaman. Chunki mushundaq bir saylamni xalqqa uchiq shaklda, dadillik bilan mushundaq bir reformni, mushundaq bir islohotni yo'l qo'yish qarori olgan, buningga jasorat qilgan, madaniy fidokorlik ko'rsatgan bu rahbarlarga ve Dünya Qurultiyi tarkibidagi bu qarorlarning elinishida bizga yar yo'lakda bo'lgan bütün teşkilatlarımızga rahmet etaman. Bu orqali biz o'zimizga bo'lgan ishonchni ve shundaqla xalqimizga bo'lgan ishonchni qat'iylashtirib oldik. Chunki bugun Sharqiy Turkiston diasporasi nihoyat murakkab, bir qaramoqqa intayin murakkab, xuddi har yer Xitoy josuslar bilan to'shib ketgan, milliy inqilob sepimiz nihoyat murakkablashib ketgandek mushtaq bir murakkab vaziyatda bu jasoratni ko'rsatib, xalqimizga bo'lgan ishonchimizni namoyon qila olgandik. Natija shuni ko'rsatdiki, haqiqatan Dunya qurultiyi rahbarlari nihoyat to'g'ri va aqloniy bir qaror olib, bu reformni, bu islohotni yurgizadi. Shuning men Dunya qurultiyining bütün rahbarlariga, Dunya qurultiyining raisligiga, Dunya qurultiyining ijroiy komiteti a'zolariga, təftişlərə, məsləhətçilərə və şundaqla Dünya qurultiyining hər qaysı dövlətlərdəki işxana məsullarına və Dünya qurultiyini qollagan, maddi və mənəvi cəhətdən qollagan və 4 ildən bu yan bizim şu jafolıq xizmətlərimiz jarayonida biz bilan birga bo'lgan bütün vatandaşlarga yana bir qatim cho'nqur salom va hurmatlarimni bildiraman. Eng oxirida bu qurultayga saylangan vakillar va kandidat vakillarining 11-oyning 12 günüden 14 günügacha praktik bo'lgan qurultayga hozirdan boshlab ideya jihatdan, fikr jihatdan, fiziki jihatdan tayyor bo'lishga chaqiraman. Rahmat. Hurmatli uzr ko'yuvchilar. Yuqorida bu yil 11 ayning 13 kunidan 14 kunigacha Chexiyaning poytaxti Pragada o'tkaziladigan 7 növətlik Dunya UYG'ur qurultiyiga bag'ishlangan maxsus programmamizni diqqatingizga taqdim qildik. Agar yuqorqi tizimlikni o'qish jarayonida xatolik ko'rilgan bo'lsa, sizlardan uzr so'raymiz va keyingi programmamizda tuzatish berishga tirishamiz. Ko'ngil qo'yib anglag'anlarga rahmat. Keyingi qitimliq programmamizni ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.